Birinci Dünya Ülemaları iştirak kılgan Xalqaralıq Şərq Türkistan muhakeme yığını başlandı. Şərq Türkistan Ülemalar Birliği'nin uyuşturuş bilen Şərq Türkistan halkının ümmetinin bir partisi süptili qoğdılışı ve qollashga erişişi üçün dünyanın her qaysi joylaridagi musulmonlarga chaqiriq qilish maqsadida o'tkaziladigan Xalqaralıq Şərq Türkistan muhakeme yığınının içilish murosimi 10 iyun Cuma günü tushdan keyin İstanbulning Zaytunburnu rayonida joylashgan Zaytunburnu Kültür ve Sanat Merkezida o'tkazildi. 3 kun davomlashadigan yig'inga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan ulamalar, muftilar, tadqiqotchilar, siyosatchilar, davlat arboblari, ta'sir kuchli faoliyatchilar va muxbirlar ishtirok qildi. Akademiklar ve tadqiqotchilar Michel Bachchel'ning Uyg'ur elidagi ahamiyatsiz ziyoratini aybladi. BDT Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachchel'ning Şərq Türkistan qilgan ahamiyatsiz ziyarati ve onun hazırgacha Uyg'urlarga munosabatlik allaqachon tayyorlanib bo'lgan dokladni e'lon qilmay bostirib qo'yishiga bo'lgan tanqidlar barg'ansiri zo'raymoqda. Yaqında dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'ur tadqiqoti bilan shug'ullanib kelgan va to'nilgan 40 dan oshiq tadqiqotchi va akademiklar o'rtaq bayonot e'lon qilib, Michel Bachchel'ni bu dokladni darhol e'lon qilishga chaqirgan. Ular o'rtaq xatda Michel Bachchel'ning yaqinda qilgan safari va safardan keyin bergan bayonotidan qattiq andish qilganligini, chunki uning bayonotining mutaxassislarning ilmiy tadqiqot natijalariga uyg'un emasligi va hatto zid ekanligini o'ttirib qo'ygan. Xitoy zo'rur tepilganda Tayvan uchun urush qilamiz. Xitoy Davlat Mudofaa Ministri Wei Fenghe ve Amerika Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austin Singapurda o'tkazilgan Shangrilar bexatarlik dialogi yig'inida uchrashdi. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotiga asoslanganda Wei Fenghe Austinga agar Tayvan mustaqilligini jakarlasa Xitoy urush boshlashdan bosh tortmaydi degan. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi yig'inga munosabatli bayonotida mundaq dedi. Austin Tayvan bo'g'izidagi tinchlik va muqimlikning muhimligini va ularning hozirgi holatni bir taraflama o'zgartirishga qarshi turadiganligini yana bir qatim ta'kidladi va Xitoyni Tayvanga qaratgan muqimsiz harakatlardan yiroq turishga chaqirdi. Scholz, Serbiya Rossiya bilan bo'lgan munosabatiga qarab chiqish kerak. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Balkan davlatlari qilgan rasmiy ziyoratini Kosovodan boshladi. Poytaxt Prisnada Kosovo bosh ministri Albin Kurti bilan ko'rishgan Scholz mundaq dedi: Agar Serbiya Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmoqchi bo'lsa, uning Rossiya bilan bo'lgan quyuq munosabatini tekshirish kerak. Shvetsiya Tashqi ishlar ministri Ann Linde o'zlarining Turkiya bilan Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lish masalasidagi suhbatni ilgarilashni qo'lga keltirishni maqsad qilganligini aytdi. Shvetsiya va Finlandiyaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lish iltimosi Turkiyaning qarshiligiga uchragandan keyin 3 davlat o'rtasidagi suhbat boshlangan edi. O'zbekistonning Qo'qon xonligining Turk davlat an'anasidagi roli to'g'risidagi yig'in o'tkazildi. O'zbekistonning tarixiy Qo'qon shahrida Qo'qon xonligining turk xalqlarining davlat an'anasi va madaniyat meroslarini taraqqiy qildirishdagi roli nomli xalqaro yig'in o'tkazildi. Egilishicha, Turk davlatlari tashkiloti, Ozarbayjon madaniyat ministrligi, Farg'ona valiligi va Qo'qon universiteti birlikda o'tkazgan yig'inga Azerbaycan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Tojikiston, Vengriya va Amerika qatorliq davlatlardan kelgan tadqiqotchi va akademiklar qatnashgan. Angliya Oliy sud mahkamasi panohlik tilguvchilarning Rivandaga avatilganligiga hukm qildi. Angliyada Oliy sud kelar hafta panohlik tilguvchilar uchun Rivandaga o'rinlashtirilgan navbatchi aeroplanning bo'lishi mumkinligini qaror qildi. Angliyada Oliy sud kelar hafta panohlik tilguvchilar uchun Rivandaga o'rinlashtirilgan navbatchi aeroplanning bo'lishi mumkinligini qaror qildi.